Assalomu alaykum Xazaras avtopress obunachilari. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Xudo xolasa bugina navbatdagi zakaz pressimizni xudo xolasa topshiryapmiz. Buning razmerlari bilan tanishtirib o'tamiz. Yaqinroq razmeri 1.40 ga 2.20 bo'ldi. Bortlari 2'lik kontinerlis bo'ldi. Konteyner tomi ishlanib ko'rsatildi. Poli yon qismi bo'ldi. Borti tom qismi. 4 tarafı ham 8'lik şuylardan buldu. Bakvat buldu. Teylari broyu turba. Lasettileri 15'lik balonlarını koyup bergemiz. Lasettilerin 15'lik balonlarını. Bir yerde böyle parkoplarını ustanıkça kılıp verdik. Bir tonu 6'lik zamoklarını koyup bergemiz. Az elektromontajları boladı. Bu Nova'yı gulatı. Kayra'da bırak. Kızıltepe tumanı. Burası turist makul buldu mu? Pritsepga gap yo'q. Молодец Sardorjon uka, men davolni sizdan. Mana shu yerga hech ikkilanmay kelinglar. Bular bir mehmondo'st xalq ekan. 2 so'zga meni mehmon qildi bular. Pritsepni aytganimda yasab berdi. Rahmat bularga. Üstüne turup chiroyli qilib yasab berdi. Üstüne turdingiz. O'zim ustiga turib, hammasini kontrol qilib ko'nglimdagidek yasab berdi. Молодец. Ikkilanmasdan kelinglar. Pritsepni yasab olib borib ishlatinglar. Qanchaga oldingiz? 9 millionga berdim. 9 milyon to'ladim, tamam. 9 milyon so'mga parkoplarni, elektromontajlarni, ustalarga sho'slar nomlarini dokumentlashtirib berdi. Inesa tabriklaymiz. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Rahmat. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Rahmat. Murojaat uchun nomerlarimiz 99 dan 334 44 84, yana bitta nomerimiz 95 540 44 84. Şu nomerlarga murojaat qilsangiz har xil turda prinsip ishlab beramiz. Mana bu yerda 3 ta viloyatlarga yasalyapti. Bemalol ikkilanmasdan zakaz qilishingiz mumkin. Yoki kelib ustida shuyda ko'rib tanlab olib ketaman desangizlar, bemalol yo'l ustida trassaga ham prinsiplarimiz bor. Pol variantlar ham, lis variantlar ham qilyapmiz. Mana qalin 3.2'lik qalin poldan ham qilyapmiz. Asenkopka, bortini asenkopkadan ham qilyapmiz. Konteynerlisdan mana bu yerda konteynerlisning tom qismi bort lisiga qilyapmiz. Bir de yon qismi poliga qilyapmiz. Xohlagan turda qilib beramiz. Buni mol tosh uchun 2 ta bo'lsikmi, 1 ta bo'lsikmi, mana molning bosh qismi chiqib turadigani ham bor. Orqasida mol yurib chiqadigani, mol tosh uchun yurib chiqadigan kraskasi bo'ladi. Mana ish jarayoni mana broy turba, qarin broy turbalardan surmenkalar bilan qilyapmiz. Kobalt stubisalar, set stubisalar suyumli bo'ladi, olib qo'yiladigan bo'ladi. Xudo xolasa hozir bu Nova'ga ketyapti. Xudo xolasa ertaga ham hozir yo'lga yana Nova'lar 2 ta mashina bo'lib kelyapti. Buni sotganmiz. Birisini naryoqda, bittasini Damazga, bittasini chaqma mashinaga sotganmiz. Ular yo'lda xudo xolasa. Obunachilar xudo xolasa qo'llab-quvvatlab, bir laqlarni bosib tursangiz, xudo xolasa chiroyli qilib bonuslarni qilib beramiz. Siz e'tiborlaringiz katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.